Assalomu alaykum aziz obunachilar, assalomu alaykum aziz bizning kuzatuvchilarimiz. Bugun sizlar bilan hammam sevib iste'mol qiladigan, ichidagi mag'izni inson miyasini eslatuvchi meva, ya'ni yong'oq mevasi haqida gaplashamiz. Qani ketdi. Miya faoliyati uchun quvvat. Yong'oqdagi omega 3 yog' kislotalari miya neyronlarini faol ishlatadi, diqqatni oshiradi, xotirani mustahkamlaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muntazam yong'oq iste'mol qilgan odamlarda miya tez charchamaydi, stressga chidamli bo'ladi. Yong'oq yurak qon tomir tizimi uchun foyda. Yong'oqdagi yaxshi yog'lar foydali xolesterinni ko'paytiradi, yomon xolesterinni kamaytiradi. Bu esa yurak qon tomir kasalliklarini oldini oladi va qon aylanishini yaxshilaydi. Yong'oq vitamin va minerallarga boy. Yong'oq tarkibi vitamin E terini sog'lom saqlaydi. Vitamin B6 va B12 asab tizimini tiniq saqlaydi. Magniy, sink va temir quvvat immunitetni juda yaxshi rag'batlantiradi. Yong'oq immunitetni kuchaytiradi. Yong'oqdagi antioksidantlar organizmni virus va yallig'lanishga qarshi muhofaza qiladi. Qish faslida muntazam yeyilsa, shamollash va darmonsizlik ehtimoli kamayadi. Yong'oq teri va soch tishlar uchun foydali. Yong'oqdagi yog'lar teri namlaydi, sochlarning to'kilishini kamaytiradi, tish va suyaklarni mustahkamlaydi. Bu tabiiy kosmetika singari ichidan go'zallik beradi. Yong'oq ruhiy barqarorlik va energiya manbai. Yong'oqdagi tabiiy magniy asab tizimini tinchlantiradi, kayfiyatni yaxshilaydi va charchoqni yengillashtiradi. Kun boshlashda yoki ish orasida bir necha dona yong'oq yeyish tabiiy energetikdir. Yong'oqni kundalik me'yor, ya'ni qancha yeyish kerak. Yong'oq yuqori kaloriyali, lekin me'yorda yeyilsa juda foydali mahsulot. Kuniga 4-5 dona, ya'ni taxminan 30 gramm yetarli. Bu sog'lom yurak, faol miya va tetik ruh uchun ideal miqdordir. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, yong'oq tabiat tomonidan berilgan sog'lom hayot kalitidir. Uni kundalik ratsionga qo'shishimiz organizmdagi kuch, diqqat, kayfiyat va energiyani qayta tiklanishiga yordam beradi. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan qiziq ma'lumotlar hali oldinda. Xayr, salomat bo'ling.